Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Toshkent viloyati Bekobod tumani, shunday bo'ladimi? Ha, 2000 yil ekansiz. hmm, Xo'sh. Заключение эндоскопическая картина эрозионного колита. Nyak bilan Kron kasalligi vопроsda qo'yilgan. Mana. ha, Так, ikkinchisi воспалительное заболевание кишечника неустановленного типа. Bu mana bu. mhm. Mana bu qog'ozlaringiz. Tak, endi eshitaman. Qachondan beri boshlandi bu? 3,5 oydan oshdida ozgina, 3,5 oy bo'ldi. Iyul oyini oxirida boshlandida bu narsa. Shu naqa qornim birdaniga qattiq sanchib og'rib, ichim o'tdi, suyuq bo'lib o'tdi. Keyin suyuq o'tdi, to'xtamadi ichish o'tishi. Keyin o'sha o'zimiz tomonda, shu tumanda ko'rish tashxis qo'yilmadi. O'sha appenditsga gumon qilishdi-da. Gumon qilishdi appenditsga. Keyin biz u yoqda 3 kun nima topolmadik. Keyin biz Toshkentga ketdik. Bir unaqa больницаga. Keyin borganimizdan keyin u yoqda ham bir 2 kun kuzatishdi. 3-kun men juda mazam bo'lmadi. Keyin issig'im chiqib, isitma ko'tarildi-da, keyin og'riq juda kuchli bo'ldi. Ular keyin sirad operatsiyaga olishdi-da. Keyin laparoskopik operatsiya qilib, keyin aytdiki, appenditsga xuddi anaqa axlat tiqilib qolgandi, o'shanaqaga dedi-da. Bash tayyor bo'lib turganda biz appendits olib tashladik dedi. Shundan keyin o'zim yaxshi his qildim. Keyin javob berishgandan keyin 9 kun o'tgandan keyin yana qornimda og'riq bo'ldi. Yana shunaqa ichim o'tdi. Ichim suyuq bo'lib o'tdi-da, keyin o'shandan keyin og'riq bo'ldi. Yana bir haftadan keyin yana o'sha больницаga bordim men. Yana u yoqda keyin bir hafta oshib yotdim. Ular aytishdiki, bitta qiz ham xuddi shunaqa bo'lgan dedi. Keyin ularda qanaqa tashxis aytdi, biz operatsiya qilishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi dedi-da. Keyin anaqa diagnostika qilishimiz kerak dedi. Juda ahvolim og'irlashib, qusishga ham o'tdim-da, qusib, ko'nglim aynib, og'riq juda kuchli bo'ldi. Yana diagnostika qilishdi, biz suyuqlik oldik dedi. Ancha suyuqlik olib tashladik deb aytishdi. Keyin shundan keyin 2 kun, 3 kun bir yaxshi bo'lgandek bo'ldim, lekin baribir og'riq qolmadi. Juda kuchli og'riq bo'ldi. Keyin aytishdi, shu kolonoskopiya qilish kerak, infeksiyani bilan gaplashgandim deyishdi. Kolonoskopiya tekshiruvini qilgandan keyin analiz oldi. Shundan keyin salofalk tabletkasi, keyin svechasini qilib yurasiz dedi. Keyin orada salofalk klizmasini ham bir hafta qildik. Ikkita gastroenterologga ko'rindim. 1 oy lichenasini qildim. Undan keyin ham yaxshi bo'lmadi. Keyin proktologga bordik. Keyin proktolog aytdiki, meni anaqam tashxisim shu Kron kasalligi deb aytishdi. Shu og'riq hozir mana kindik atrofida juda qattiq og'riydi-da, keyin o'sha kechasi uyqu yo'qdi. Qanaqa og'riq, endi mana yuraklarim achishib ketadi, boshim endi 3-4 kundan beri bosh aylanib shunaqa bo'lyapti. Uyqu bo'lmaydi. Keyin xuddi tanamda muzlash hissi bor-da, unaqa muzlab, ertalab turganimda oyoq qo'limda og'riq bo'ladi keyin. Kechasi uyqu bo'lmasdan xuddi keyin mana hatto suv ichsam ham xuddi ichaklarim ishib ketayotgandek, qornim ishib ketayotgandek, shunaqa yorilib ketadigandek og'riydi-da. Yemasam, hech narsa yemasam xuddi tinchroq og'riydi, lekin kamroq. Shu narsa yeyishni boshlasam, shunaqa og'rishni boshlaydi. Nima narsa gapingizda bo'ldi? Shu anaqangi bulyonlar, qaynatma sho'rvalar, Ovqatdan tashqarichi? Ovqatdan tashqari yo'q, bunaqa shirinlik, mana shokolad yerdim lekin. Lekin bunaqa to'rt ko'p yemasdim. Pechoniy emas, mana Snickers bor, shokolad shunaqa. Tushunarli. Davolash muddatimiz 10 kun. Bosqich. Telefonda ham aytdim. Birinchi bosqichda tuzalib ketayotganlar ko'p. Video soni shuni hisobiga bo'lyapti. Ya'ni 30 kun, 40 kun yotganlar 1-2ta faqat. Asosiy qismi 90% bir martalik lecheniyaning o'zida yaxshi bo'lyapti. Shuning uchun men telefonda aytganim, lekin hech kimga masalan sen bir marta yotasan, tuzalasan demayman. Ehtiyotimni qilib 1-2 marta deb aytib qo'yaman. Shunga rozi bo'lib, tayyor bo'lib turgan odamga
yotishib ketish osonda. Ana shuning uchun sizga ham aytyapman, 2-3 marta kelib ketishingiz mumkin, dam olib. Ikkinchi marta kelishingizga sabab birinchi martaga kelganingizdek natija bo'lishi kerak. Ya'ni kutib turing, keyingi yaxshi bo'lib qolasa emas. Birinchi natijani olib rahmatingizni aytib ketasiz, ikkinchi natija undan ham yaxshiroq bo'ladi, shu bilan qutulib ketaverasiz. Tushunarlimi? Odamlar 30 marta yozilganlar ham bu yerda davolanib ketgan. Oyda yurib, mana 10 yil bo'ldi. Kasallarim tuzalib, ikkinchi marta qaytib kelayotgan yo'q. Bir tuzaldim deganlar hammasi Xudoga shukr yaxshi bo'lib ketgan. Soni ko'p, juda ham ko'p. Bu videolarni olayotganim ko'p odam so'raydi. Anaqa emasmi? Boshqa variant bormi? Ko'ringlar deyman. Agar YouTube'da ko'rib topolsalaring, menga o'xshab davolayotganlarni unda aytinglar, mana bir eshitib ko'ryapman. Yo'q, ko'rmadim dedi. Haqiqatan yo'q. YouTube'da bir o'zimman. Rossiyada ham rus tilida ham, o'zbek tilida ham shunaqa. Operatsiya qiladigan variant u boshqa. Operatsiya qilingandan keyin stoma qo'yiladi biqinga, appendiks tomonga orqa teshik tikiladi va 1,5 yildan 3 yilgacha odam yuradi shunaqa qilib. Tualetni unutadi. Almashtiraveradi, одноразовый, anaqalar, xaltachalar одноразовый, zavodskoy. Anamga o'xshaydi, plisosning xaltasiga o'xshagan 4 burchak anaqa qalin plasmasdan yasalgan. Salafan shundan chiqib ketadi. Shuni ichiga to'laveradi. Sal to'lganini sezib, bunday astagina avaylab tashlaveriladi. Axlat pasayni suyuq bo'lib turadi, hech qachon qotib tushmaydi unga, suyuq ataladek bo'lib turadi. Chunki hech narsa hosil bo'lmagan, ichiga oshqozondan tushgan narsa u. Ichakda, ingichkachakdan o'tib ketadi. Shungacha harakat qilish kerak. Shu holatga tushib qolmasligi uchun chopib, yugurib, etagimdan mahkam ushlab davolab bering deb turishingiz kerak. Shu operatsiya darajasigacha bormaydi. Ha, o'sha shunaqa eng yomon narsa shu. Juda bir nogironcha bo'lib, ovora odam o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi, andarmon bo'lib qoladi. Boyagi xaltasi bilan yurgandan keyin. 2 marta operatsiya bo'lganimda o'zim juda qo'rqib qolganman operatsiyadan. Shu aytayotganlarim, rejim saqlaysiz, aytgan narsamni qilib turasiz va birinchi 10 kunlikdagi olgan natijangizga qarab turib, keyin baho beramiz. Qilgan ishimiz necha foizga yaxshi bo'ldi. Har kuni axlatingizni tekshirib turaman. Har kuni faqirga yozilganlaringizni kuniga tekshirib, qaysi tomonga o'zgaryapti, nima o'zgaryapti, ichida iring qon kamayaptimi, rang o'zgaryaptimi va keyin ikkinchisi har kuni bir marta sizni og'rig'ingiz to'g'risida savol-javob. Og'riqlar pasaydimi, tepaga chiqib ketdimi, o'ngga chapga o'tib ketdimi va savollar. Og'riq pasayapti desangiz, men ham xursand, siz ham xursand. Salomat bo'ling. Rahmat. Yaxshi dam oldingizmi qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zi yaxshi. Allohga shukr. Bugun ketadigan kuningiz bo'lib qopti-da. Ha, 10 kun bo'ldi bugun ketadi. Tak. Так, Zuhra, Toshkent viloyati Bekobodmi? Bekobod tumani. Kelgan vaqtingiz 18-noyabr 25-yil keldingiz. Og'riqlar 25-yili 26-iyuldan boshlangan. 25-yili birinchi nima? 1-avgustgacha appendiks tashxisi qo'yilib, operatsiya qilingan. Tak. Uchinchisi, mana bunday o'qib beravering bu chekadan. Ha. Ha, keyin og'riq qolmagandan keyin 23-avgustda yana ikkinchi marta operatsiya bo'lgan, diagnostika qilishgan. Keyin undan keyin shu oxirgi marta 28-avgustda kolonoskopiya qilinib, keyin tashxis qo'yilganda bu kasallikka Crohn kasalligi shu gumon qilishgan. Keyin masalan shu axlatim shu ba'zan suyuq kelardi, shu boshda suyuq kelgan, keyin ba'zan qattiq, ba'zan normada kelardi-da. Keyin shu qorinda mana kindik atrofida anaqa qattiq og'riq, sanchib og'riq bo'ladi, keyin ba'zi tarqoq og'riq bo'lardi-da. Xuddi ishib ketayotgandek og'rirdi, keyin yuragimda shu oxirgi paytlarda achishish, shu og'riq yurakka ham berardi-da. Bosh aylanishi bo'lardi.
Заключение. Воспалительное заболевание кишечника неуточненного типа deb qo'yibdi. Noaniq qilingan, lekin kalitesi aniq, faqat shu Crohn kasalligi aniqmi, aniq emasmi? Вопрос qo'yib qo'yibdi. Smart Hospital ekan. Заключение bu yerda Smart Hospitalda. Эндоскопическая картина няк, Crohn, эрозивного колита. Выраженные изгибы симовидной кишки, геморрой. Ikkita tashxis qo'yilgan. Mana qog'ozlarni ko'tarib ketsangiz, mana snimka. Mana snimka. Mana snimka. Keling endi mana shu 10 kun davomida qilgan mehnatim qanaqangi rezultat berdi. Nimalar o'zgardi? Ancha ahvolim yaxshilandi. Keyin men qorinda anaqa menda bo'lardi, xuddi ishib ketayotganda juda qattiq og'riq bo'lardi-da oxirgi vaziyatlarda. Hozir juda o'zim ancha yengil his qildim. Men buni o'sha 3 kun o'tganda his qilishni boshladim-da. Keyin o'sha mana 5-6 kunga kelib og'riqlar ancha kamaydi. O'zimning holatim ancha yaxshilandi-da, kayfiyatim ham ko'tarildi. Keyin o'sha bosh aylanishlar yo'qoldi. Yurakda achishish, og'riqlar o'sha deyarli yo'q bo'ldi-da. Hozir og'riqlar sezilmas yo'q, nima deydi, og'riq deyarli yo'q. Shu kayfiyatim ham yaxshi. Ko'ngillanish ko'p bo'lardi. Shu hozir endi ko'ngillanish ham deyarli yo'q. Ancha yengil bo'lib, o'zimni juda yaxshi his qildim. Kelganimdan lekin xursandman bu yoqqa. Afsuslanmaysiz? Afsuslanmayman. Vaqtida bilib kelganimdan xursand bo'ldim. Eng birinchisi muhim narsa bu vaqtida kelib qolganingiz. Cho'zib qilganingizda mana qarang, men sizga to'g'ri tushuntirib beray. Crohn kasalligi juda bir murakkab kasal kiradi. Crohn kasalligi, masalan, ichak kasalligi, Crohn kasalligi, da shu onkologik kasallikka o'tib ketadigan davrda arasidagi narsa bu. Bu narsa jigardagi, masalan, jigar gepatozi, jigar fibrozi va jigar sirrozi oxirgi stadiyada. Ana shunga o'xshagan mana bu narsa o'rtaliqdagi narsa. Vaqtida kelganingiz mana kamdan kam holatda Crohn kasalligini davolash mumkin. Kamdan kam holatda. Sizning nimangiz bo'yicha, sizning holatingizda men uddasidan chiqdim. Hozir 3-chi odamsiz. Mana shu Crohn kasalligi 2-marta tekshiruvda chiqmagan. Bu ham chiqmaydi shekilli, chunki hozirgi o'zgarish berganini o'z og'zingizdan eshitib o'tiribman. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. 1 oy davomida klizmalarni davom ettirasiz. Ichakni yuvib turishingiz kerak. Keyin 6 oy davomida meva chemadan nari yurishingiz kerak va shirinlikdan nari yurishingiz kerak. Diyet Farqingiz mana shu ovqat. Shu ovqatlar. Pishgan ovqatni yeyishingizga chegara yo'q. Osham yeyishingiz mumkin, manta ham yeyishingiz mumkin, xamir ovqat yeyishingiz mumkin. Muhimi tarkibangiz alohida bo'lsin. Ko'p yemang. Me'yorda. Chunki ishagingiz kasal hisoblangani uchun kamroq ovqat iste'mol qilishingiz kerak. Bo'lib. Yana nimani aytmoqchiman? Bir bemorim kelganda 12-15 martagacha yozilardi. O'sha bemor bir kunda ichidan qon aralash kelardi. 1 oy boya 10 kun davolanib ketgandan keyin u yog'iga keyin kuch yetmay qoldi, mablag'. Shu bilan bir oy o'tgandan keyin telefon qilib, sharoitim ko'tarmayapti, menga bir o'zimga maslahat bering deganki, men aytdim, klizmani mana shu yerda, mana shu bergan dorilarni bozordan topasan. Qilaverasan dedim. Keyin shunaqa devdim. Keyin boyagi narsalarni qila boshladi. Uddasidan chiqdi. Hammasi joy-joyiga qaytib keldi. Men ham hozir axlatim kelganda rangi to'qlashganda, to'q rangda, shu to'q jigaringdan ham unaqa edi. Hozir mana ranglari juda yaxshi. Keyin o'sha hech qanaqa narsa yo'q, toza. Unda xursand bo'ldim. Ancha o'zgarishlar juda ham yaxshi. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Mehnatimdan rozimisiz? Juda ham roziman, rozi bo'ling. Xarajatingizga rozimisiz? Albatta. Alloh rozi bo'lsin. Muhimi vaqtida bilib kelganim. Sog' bo'ling. Rahmat sizga ham.